Ko'pchilik mendan so'raydi, qanaqa qilib ko'chada qizlardan tanishsam bo'ladi? Buni yo'li juda oson. Birinchi o'rinda sizlar qizlarga tanishish uchun nimadir особенный gap gapirishim kerak, qanaqadir izyanli gap gapirishim kerak deb o'ylamanglar. Qizlar ham oddiy bizga o'xshagan odam, ming chiroyli bo'lsin, ming oddiyroq bo'lsin, uncha chiroyli bo'lmasin, ular ham bizga o'xshagan odam, ular ham emotsiya his qiladi, ular ham odamga bog'lanib qoladi kimgadir. Shuning uchun так что hech qanaqa ularni ideal qilib qanaqadir xudoga o'xshatish kerak emas. Просто oddiy odamga o'xshab borib, do'stlar bilan gaplashib, qanaqa do'stlar bilan gaplashsanglar, xuddi shunaqa gaplashishlar kerak. Qarasang, yaxshimisan? Masalan, seni ko'rib qoldim, qiziqarli ko'rinding. Isming nima? Misol uchun. Ikkinchisi nima? Ikkinchi muhim faktor bu qizlarga nima deyishinglar muhim emas. Qizlarga o'sha gapni qanaqa aytishinglar muhim. Masalan, salom, men ismim Javohir deb spokойный, уверенный aytsanglar, men spokойный, hech qanaqa qo'rqib yoki uyalib, unaqa emas, oddiy. Bu normallik tushuniladi. Lekin salom yaxshi qiz, men ismim Javohir deb shunaqa g'alatiroq aytsanglar, bu конечно g'alati tuyuladi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda sizlar nima gapirishga emas, qanaqa gapirishga ahamiyat beringlar deganlar. Bilaman, bu hozir sizlarning miyanglarga mantiqsizdek tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy. Hozir hammasini o'rgataman desam bitta reelsga sig'maydi. Shuning uchun ham instruksiya, ya'ni qo'llanmani hozircha ochiq, hozircha tekin bo'lgan Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Ulgurib qolinglar kirishga, keyinchalik u pulli yoki просто kirish невозможно bo'lishi aniq.